Lekin skuter kanalini xursand, hurmatli obunachilar, hozir trend kanalga eng zo'r modellarni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Aynan bu modellar bozor bo'yicha eng savdoda oshirgan hamda sifat bo'yicha birinchi o'rinda turadigan skuterlar bo'ladi. O'zlaring yangilikda eshitdilaring, inshaalloh bu skuterlarga hech qanaqasiga A kategoriya kerak emas. Yangi qonun bo'yicha mana bularga A1 skorsiz A1 degani yangi kategoriya ishlab chiqarilyapti, lekin bularga menimcha keragi yo'q. Yana qonunni bir qadar ko'rib chiqasizlar. Xudo xolasa bularga yangilik bo'lib qolyapti. Aynan bu modellarimiz yangilangan avlod dugali skuterlarimiz bo'ladi. Xohlaganlaringni tanlab olasizlar. Narxi $650 dan skidka narxi savdo ustida kelishtirib beramiz. O'zgacha dizaynlarga ega, ko'rinishdan qaranglar. Vashchi chiroyli. Mana eng so'nggi ipskada bu modellarimiz hammasi yangilangan tablolarda, ko'rinish dizaynlar o'ta chiroyli, narxlari o'ta yuvosh narxlarda chiqarib beramiz. Kesalaring savdo shoxobchamizga ishlaymiz, bitkazib beramiz. Aynan yo'l tanlamas modellarimiz, bozor bo'yicha trendga aylangan modellarimiz. Bu modellarimiz 240 vatt, tezligi 22-25 tashkil qiladi. 5 ta akkumulyatorli yo'l tanlamas diskalarda bu skuterlarimizni sizlar olishlaring uchun $320 ga baraka qilib olamiz. Aynan bu modellarimiz esa Tesla JK bitta sizning modellarimiz bo'ladi. Bu modellarimiz esa sizlar olishlaring uchun $335 da baraka qilib olamiz. Aynan mana bu modellarimiz hozir vashchi trendga aylandi. Redline diskalarda 90-90-12 bitta sizda yopiq orqa bachoylari, orqa oyoq qo'yadigan 240 vatt motor, tezligi 25, old-orqa yetkazib Cruise control, sport rejim, danli rejim, hamma rejimlari bor. Bu skuterimiz sizlar olishlaring uchun $400 dan $450 gacha pozitsiyasi bor. Redline bolalari, mana Redline bolachilari deydi. Redline diskalarda yetkazib kattasidan qo'yilgan narxlari $400, $450 ikki xil pozitsiyasi, 5 akkumulyatorli, 6 akkumulyatorli pozitsiyalari bor. Bular ham shu. Xullas Redline diskaliklarda hammasi $400 dan $450 gacha bor. Hisobda olib kelaverasizlar, 5 akkumulyatorli, 6 akkumulyatorli. Keyin bu modellarimiz bor. Aynan bu modellarimiz 240 vattli. Bizda o'zi asosan 2 xildagi hamma skuterlarimiz motori 240 vatt, hech qanaqangi dokument hamda nomer shart emas. Bu modellarimiz esa $385 dan skidka qilib berganmiz. 250 kubali sport bike 150 ga chiqa oladi. Ovozlari ham vashchi vala baqiradi deydi. Aynan bu modelimizni sizlar olishlaringiz uchun $1800 qilib beramiz. 400 kubalisi bor, injektorligi. Buni narxi esa $2700. Xo'p, 300 kiloli muraveyimiz $500, golf karlarimiz $700, velosipedlarimiz $325 dan. Bizli tanka skuterlarimiz $925 dan, 3 oyoqli invalidlarimiz $550 dan, undan tashqari bu pushti svetlarimiz esa $500 dan chiqyapti. Kimga qanaqa skuterlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqa olasizlar. Tomlilarimiz qolib ketmasin. Tomlilarimiz aynan mana $1000 hamda $950 mana chiqarib qo'yganmiz. Yangi pozitsiyalari, yon tentlarigacha, yon dugalari, avarenniy, plus full pozitsiyalari, keyin profillilarimiz bor, $750-850. Aloqaga chiqa olasiz. Tashqaridan bitta vibrlarimizni zo'r qilib video ishlab beramiz. Sog' bo'linglar.